To'y tantanalari va milliy urf-odatlar madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, ular nafaqat ijtimoiy, balki ma'naviy jarayon ham hisoblanadi. Bugun Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalqaro diplomatiya markazida Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlaridagi to'y tantanalari mavzusida ko'rik-tanlov bo'lib o'tdi. Tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad esa Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarning boy tarixiy va madaniy xilma-xilligini yoshlar o'rtasida targ'ib qilish va bu orqali xalqlar o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va hamkorlik aloqalarini kuchaytirishdan iborat. Mazkur tanlovda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Eron, Hindiston, Belorussiya, Pokistonning to'y an'analaridan iborat parchalar, taqdimotlar ishtirokchilarining turli xalqlar, milliy to'y an'analarini aks ettirgan ijodiy ishlari orqali keng ko'lamda namoyish etildi. Shanxay hamkorlik tashkilotining genetik kodiga Shanxay ruhi degan tamoyillar kiritilgan. Mana shu tamoyillarning biri turli millatlar, madaniyatlar, sivilizatsiyalar nisbatan hurmat tamoyili. Biz o'ylaymizki, yosh avlodni yoshligidan turib turli millatlarga nisbatan hurmat tamoyilini agar tarbiyalab borar ekanmiz, kelgusida mana shu avlod turli millatlar bilan o'zaro hamjihatlikda, tinchlik va totuvlikda hayot kechirishiga biz erishgan bo'lamiz. Tanlov so'ngida barcha ishtirokchilar sertifikat va markaz tomonidan tayyorlangan maxsus sovg'alar bilan taqdirlandilar. Ularning ijodiy ishlari Shanxay hamkorlik tashkilotining turli platformalarida namoyish etilishi rejalashtirildi.